Qabaki 1.8 litrli bo'ladi. Suv bilan to'ldirib olamiz. Bismillah. Почти 1 litr ketdi. Joyiga qotiramiz. Yangicha kofe mashinkamiz kelgan. Bu kofe mashinkamiz Duvel firmasiniki. Narxi eng oxirida Vashizon narxda chiqqan. Bu apparatimizni ko'rishingiz mumkin. Naqd 6 xil narsa qilsa bo'ladi. Espresso manual rejimi bor. Manual rejimida to'xtovsiz quyib beradi stakaningizni to'ldirguncha. Misol uchun oddiy milk fresh, ya'ni sut o'zini ko'pirtirib tushirib beradi. Bolajonli kakaoli qilib bersangiz bo'ladi. Cappuccino, latte va flat white va muzli ice coffee ham damlab bera oladi. Yozgi kuni muzli ice coffee ichaman desangiz ayni muddao bo'ladi. Kofeni to'ldirib sog'olamiz. Preslab olamiz oxirida. Qaranglar, bizda 4 xil stakan bor. Misol espresso uchun oddiy stakan, bunaqa stakan va mana bunaqa chelak bor. Kattaligini qarang buni. Mashina to'ldiramiz. 2 hissa latte damlaymiz, xudo xolisa. Latteni 1 hissa va 2 hissa damlasa bo'ladi. 2 marta bosib olsa va ko'pigini maksimaliga qo'yib qo'ysa, ketdi. Buni bitta ichasiz, bir kun mazza qilib yurasiz. Qaranglar, katta stakanimiz to'la chiqdi. 2 ga, yo'q, 3 ga darajada ajralib chiqdi. Qaranglar, latteni ana shu ustida shuncha penkasi bor. Penkani moshni qilib berdi, gap yo'q. Solishtirish uchun, mana misol uchun oddiy kichkina stakan, bu standartli stakan, bu mana chelak. 2 hissa latte mana mashincha bo'ladi. Ko'p kofe ichish xohlaydiganlar uchun bu apparatni shunaqa damlab bera oladi. Funksiyalarini ham ko'rdingiz. Dizayni alohida tema. Xo'p, bu apparatimizni skidkada narxi $99 atiga. Pastki kontaktlarga to'liq ma'lumot uchun aloqaga chiqib ko'rasiz.